Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz yana bir xonadonimiz Tunuka funishini Andijon viloyati Asaka tumanida o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu joyimizga 04 listimizdan oq mokri tilla ranglarimizdan ishlatganmiz. Hozir bu joyimizni sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Hammasini video davomida aytib o'taman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, obzorimizni boshladik. Bu o'stirma shapkamiz, ko'cha tomonimiz 26 metr u 50 santimetrlik joyimiz bo'lgan. 90 gradusga novvoyli qilib berganmiz. Bu ko'cha tomonimizga ham tarnovlarimizdan o'rnatib berganmiz. Tarnovlarimiz ichkari tomonga ham o'rnagan, tashqari ko'cha tomonlarimizga ham o'rnagan. Общий hisobi 48 metr tarnov o'rnatganmiz. Ko'cha tomonimizni Tunuka fon, ichkari tomonlarimizni Tunuka fon. Hammasi jami bo'lib 265 kvadrat tunaka ishlatganmiz. 265 kvadrat tunakani ichida bitta manaqa avalniy kosmosimizdan qo'yib berganmiz va ayvonlariga ikkita qo'sh rombi, oyna rombiga o'xshaganidan 2 dona qo'yib berganmiz. Общий hisobi 39 million 500 mingga bitgan joyimiz. Shunda 39 million 500 mingning ichida avalniy kosmos ham bor, bu yoqda oyna rombimiz ham bor va tarnovlarimiz ham bor. Tunakamiz 265 kvadrat. Darvozaxonamiz bo'lgan 265 kvadrat ichida va shu ayvonlarni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Ichkari o'stirma shapkasi, darvozaxonasi bo'lgan. Hammasini sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Faqat tay tomonlari bir xilda. Bu tomonlarimiz ham polni, narigi tomonlar bilan bir xilda bo'lgan. Aytib o'tganimizdek, tarnovimiz ichkari tomonimizga ham haligi 48 metrda ichida bor. Chekasi bu chekada to'xtagan. O'stirmamiz ham bor. O'stirmamiz, darvozaxonamiz, ikkita ayvonimiz bor. 04 listimizdan qilib berganmiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha listi yupqa qalinligiga qarab qilib beramiz. Uni ichida faqat mana masalan oddiy misol hisob qilib aytadigan bo'lsak, bu joyimizda bu oq qoshimiz, bu 90 gradusimiz, novvoyimiz, bu ko'ripimiz, shulari tunakani hisobida bo'ladi. Rekasi ketadimi, xullas hamma yo'g'i, lesasi, usta haqqi hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Buni ichida bizda tarno addenniy bo'ladi, kosmosimiz addenniy bo'ladi va bu oynasi addenniy bo'ladi. Tunakasi ichida kirib ketadi buni. Hozir sizlarga yaqindan ko'rsatib o'taman hamma yo'g'ini. Hamma ustakalarimiz burchay doğradi. Har doim burchayni ko'ring, burchayni idealni doğradi. Hammada burchay bari chiroyli chiqarishga harakat qiladi. Uy egasiga topshirish kerak bu ishni. Hamma yo'q idealni holatda bo'lgan. Va bu joylarimizga darvozaxonamiz, ikkita ayvonimizga MDF fasonda MDF qo'yilmagan, tunaka qo'yilgan variantda. Bu tunaka bo'ladi bunimiz va novo qo'yib berganmiz. Novoli bo'ladi. Novoyimiz manaqa ko'pchilik haligi ko'zi bilan ko'rmagan bo'lsa, bu avalniy bo'ladi, bu dumaloq bo'ladi. Bu tunaka bo'ladi. Shu joylarimiz bo'lib ichkari tomon ikkita, uchta pastli darvozaxona deb hisoblasak, o'stirmamiz bor, uzun o'stirmamiz, ko'cha tomonimiz, hammasi bo'lib tunakani hisobiga 265 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beramiz. Halolidan qo'ymasin, har doim ishimizni sifatiga qo'ldan kelgancha sifatli qilib, chiroyli qilib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizni ekranlar tagiga qo'yib beramiz, qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Ko'riplar ham bo'lgan. Ko'riplarimizni hammasini tag tomoni bir xilda ketgan. Naryoqdan ulanayotgani ham, bu yoqdan kelayotgani, bu yoqdan kelayotgani ham, narigindan xullas hammasini tagi bir xilda bo'lgan.
Qadrdonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.